Saraton va shunga o'xshash tuzalmas kasallikka chalindim deb yurgan azizlar, hech qachon Alloh taolodan noumid bo'lmang. Chunki Alloh taolo qaysi bir dard bersa, albatta uni shifosini ham nasib etadi. Payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, biror bir dard yo'qki uni shifosi bo'lmasa. Keyin Alloh taolo o'zini yaxshi ko'rgan bandalargagina kasallik beradi. Asarlarda keladi, Bani Isroil qavmida Alloh taolo bir solih o'zini bandasiga kasallik berdi. Shunda Jabroil alayhisalom Allohga nido qildilar. Ey Rob, o'zing yaxshi ko'rgan bandangga kasallik berasanmi? Shunda Alloh taolo aytdiki, ibtalaytuhu hatta asma'a sawta. Uni ovozini eshitishlik uchun unga kasallik berdim deydi. Ya'ni Alloh taolo sizni duo va iltijo qilishligingizni xohlaydi. Duo qiling, inshaalloh kasalligingizga Alloh taolo shifo beradi. Qur'oni Karimda keladi. Amma yujibul muttarra iza da'a va yakshifus su. Qiyin va tang holatda Alloh taologa duo qilinsa, duolarni qabul qilishligini va mushkullarni hammasini oson qilishligini o'zi bayon qilib beryapti. Keyin Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini payg'ambar etib saylagan. Mana shu payg'ambarlarga ham Alloh taolo kasallik berdi. Ayub alayhisalom 18 yil mobaynida Alloh taoloni bergan kasalligi bilan yotib qoldilar. O'sha paytda doktorlar bu tuzalmas kasallik deb aytishdi. Ammo Ayub alayhisalom Alloh taolodan hech qachon noumid bo'lmadilar. Allohga duo qilaverdilar. Alloh taolo o'zini shifosini ham nasib etdi. Alloh taolo har bir narsaga qodir zot, albatta dardlarga ham shifo beradi. Buning uchun faqat Allohdan so'rash kerak.